Assalomu alaykum do'stlar. Tuzuymizlar hamaylar. Men mana Namanganda bir uyga o'xshagan yerda mini g'ish zavod. Oldinlar ham olganman. Yana bir og'im keldi. Mana ajoyib ekan. Ko'ryapsizlar. Uydaylar mini g'ish zavod qilibdi mana. Ajoyib. Klass. Kichkina joy ekan. Kichkina joy ekan, qaranglar. Ajoyib. G'ish zavod yana bir marta kirib, olayli deb qiziqib. Ishlayapti yana aylanadi. Biz ideyani pishirgunimizcha ular уже ishlashyapti ekan. Mana g'ishlar chiqaribdi. Mana g'ishlar polni quyishgan ekan. Bu tarafda tuproq ham olib kelinadigan bu yoqqa. Mana kichkinagina joy. No, молодцы. Gaz bor ekan, bizda ham ko'mir bor. Qirg'izistonda ham qilsa bo'ladi. Hozir yana g'ishlar yetishmayapti bizda. Qurilishlar kuchaygan sari kundan kunga shu mini qilib qilsa bo'ladi. Ancha ideya bo'lyapti. Qiziquvchilar bo'lsa, mana spetsialistlar gaplashib ko'rsanglar bo'lar ekan. Yaqin bormadim chunki egasidan ruxsat so'ramagan edim. Mana shu joyda ekan, mana. Ajoyib. Kichkinagina apparatda chiqadi ekan. G'ishlar, xom g'ish mana. Shuni chiqarar ekan. Zo'r motivatsiya do'stlar. Zo'r motivatsiya do'stlar. Ajoyib mini g'ish zavod. O'zimizda ham bir o'ylanib ko'rsa bo'ladi ekan. Ideya bo'ldi. Qiziqib Namangandan salom hammaga, Qirg'izistonga. Bunaqa videolar olsa yana ulashamiz.